O'yinchilardan biri, muhim uchrashuvlarda darvozani qo'riqlagan darvozabonlarimizdan biri bugun asosiy tarkibda harakat qilmoqda. U17 jamoasi darvozaboni bugun U20 jamoasida 1 yil o'tyapti, qarang. O'zi o'tgan yili 17 yosh edi, bu yil mart oyida 18 yoshni qarshi olgan futbolchi U20 jamoasida. 4-chi Muhammadali Musoxonov ichkari kuzatilgan to'p egallab olishga muvaffaq bo'ldik. 5-raqamda Azizbek To'lqinbekov, 7-chi Quvonch Abrayev, 11-chi Ulug'bek Maratov rudagi jamoa qaysi darajasiga kirishni istayotganlar. Endi yosh futbolchilarning o'yinini boshqarish ham yosh hakamlarga topshirildi. Bugungi kunda yaponiyaliklarning hujumi, zarba bor va rikoshet bilan to'p yo'nalishi o'zgarib ketdi. Ibrohim Shokirov shoshib qoldi darvozabon. Juda yuqoridan shunga o'xshash holatni mana bu U20 jamoasida ham ko'rishimiz mumkin ekan. Ruxsat berildi. Chalg'ituvchi harakat bor, zarba ham bor, lekin xavfli ko'rindi. To'g'risi ozgina qo'rqitdi ham. Qayerlardir kuboga o'xshab ketar ekan. Rento Takaoka. Yuqoridan uzatilayotgan to'p. Zarba bor. Noaniq zarba, kuchli bo'lmagan zarba va shu bilan hujum tugadi. Darvozabon to'p yaponlarda ham mamlakat futbol yulduzlari, qit'a futbol yulduzlari, balkim Yevropa futboliga kirib boradiganlar ko'zga tashlanib qolishi mumkin. Hozir ehtiyot bo'lish kerak. Amaliy vaziyatni bartaraf eta oldik, ammo to'pni uzoqlashtirishda mana Amirbek Saidov, Lazbek Mirzayev, Azizbek To'lqinbekov mana shunday futbolchilar. Ikkinchi variant sal haqiqatga to'g'riroq bo'lsa kerak. Yo'qotdik to'pni. Darhol hujumga yetkazilgan to'p. Ibrohimdek Shokirovda. Ajoyib, zo'r pas bo'ldi yaponlarda, faqat so'nggi pallada nazoratni qo'ldan chiqarib yubordi. Yaxshi kombinatsiya va bu kombinatsiyani sal qoldi gol bilan tugatishiga yaponiyaliklar. Yana shu o'yinchi anchagina faol. Makoto Himeno. Balkim eslab qolish kerakdir uni. Ya'ni yuqoriroq harakat qilib raqibni qarshi olish kerakligi borasida ko'rsatma bermoqchi bo'ldi shekilli. Deyarli o'tdi, lekin hujum rivojlanib ketmadi. O'yinning 3dan 1 qismi orqada qoldi. Yaponiya yana bir hujumda. Yuqoridan uzatilgan to'p va bilasizmi, bu hujumlar oxir-oqibat golga olib kelishi aniq bo'lib qolayotgandi. Darvoza ishg'ol etildi 31-daqiqada. Rento Takaoka. Albatta nimalarnidir o'zlari uchun belgilab qo'yishyapti. Bu yerda Usmon Toshev o'tiribdi. Yegor Krimets orqaroqda. Terma jamoamizning yaqin o'tmishdagi yetakchi himoyachilardan biri Krimets. Himoya hozir o'tkazib yuboryapti. Bahs davom etadi. O'rtada foul bor edi. Buni tan olishimiz kerak. Sariq ham bor bu yerda. Shubhasiz. Hozir qo'l siltash noo'rin hakamga nisbatan. Hozir mana bu vaziyatni ko'rib olaylik, keyin yana davom ettirishimiz mumkin.
zarba bor, yuqoridan o'tib ketdi. Oyi, agar eshitgan bo'lsangiz, murabbiylar shtabimi yoki maydon chetida o'tirganlardan kimlardir gapirishni boshladi, kimdir taklif etsin. Ya'ni darvoza raqibga tegib sariq qolishi, lekin bu umumiy holatda bu tizimli kamchilikni va himoyada Anthony Udemba Motosuna nomli baland bo'yli turli turnirlarda, musobaqalarda ruxsat berildi. To'g'ri darvozaga qarab tepib ko'rdi. Ozgina kutilmagan holatni yuzaga keltirmoqchi bo'ldi vakili. Katta bo'shliq yuzaga kelib qoldi bizda. Mana shu bo'shliqqa o'tgan yaponiyalik o'yinchi imkoniyatga ega bo'ldi. To'pni sherigiga ham yetkazib berishga ishlayotganlarga ancha-muncha qiyinchiliklarni yuzaga keltirdi. Chunki birdaniga bir nechta futbolchilar almashganidan keyin uni titrlarda beruvchilar ham ozgina shoshib qolishadi. Chunki hech kim kutib o'tirmaydi. Hammani belgilab olishini kutib o'tirishmaydi. Bizni ham, sharhlovchilarni ham ozgina qiynab qo'yadi bu jarayon. Nazarimda hozir bizga aniqlik kiritib berishlariga ko'ra mezbonlar, ya'ni O'zbekiston terma jamoasida 4 ta o'zgarish. Yuqoridan sakramadi ham, intilmadi ham, shunchaki o'tkazib yubordik to'pni va bamayli xotir 11-raqam egasi Takaoka bosh bilan darvozani ishg'ol etdi. Ikkinchi taym boshida bizda imkoniyat bor. To'p jarima maydonchasida, zarbani ham amalga oshirmoqdamiz, biroq bu 9-Muhammad Ali Dilshodbekov, 22-Davron To'laganov. Birinchi taymda asosiy tarkibda maydonga tushgan 4 ta futbolchi yo'q. Hozir bu haqida keyinroq bosh bilan berilgan zarba muvaffaqiyatli long bollar, lekin boshqacharoq ko'rinishda edi. Mana bunisi tamomila o'zgacha taassurot qoldiryapti. Buni tepib yuborish bor edi. Himoyada bosim kuchli, yaponlarning bosimi kuchli edi. Biz amallab vaziyat davom etadi hujum. To'p bizda, ichkariga kirib bormoqdamiz. Yuqori tomoni bor, ularning orasida anchagina yirik gavdalilari ham ko'zga tashlandi. Futbol uchrashuvlari, regbi bahslari o'tkazildi bu yerda. Ammo katta hudud obodonlashtirildi. Hozir yaponlarning hujumiga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hey. Biz hisobni tenglashtirib 28-mart kuni bir AQShga qarshi o'ynashimiz kerak bo'lsa, 30-mart kuni Yaponiya AQSh bilan maydonda kurash olib borishi zarur edi. Biroq okean ortidan yetib kelish qiyin bo'ldi shekilli. Xullas kalom, bu albatta biroz mubolag'a. Bu ham bir dars o'ziga yarasha. Hozircha esa biz darvozabondan kelayotgan to'pni egalladik. Bosh bilan zarba berishga esa Anthony Motosuna yo'l qo'ymadi, olisdan berilgan zarba. Mana. Xavotirlar sekin-asta ko'payishni boshladi yaponlar darvozasi oldi. Yaxshi. Hasanov tomon uzatilgan to'p ichkariga darhol, lekin to'pni bo'ysuntira. To'p ichkarida, ehtiyot bo'lishimiz kerak, hushyorlikni. Yana bir hujum Yaponiyada. Bunda faol ishtirok etadi, katta hajmdagi ishni bajaradiganlardan biri. Yuqoridan to'p yetkazildi. Hujum davom etadi, ehtiyot bo'lish zarur. Ikkinchi o'zgarish. Hozir zarba bor, ustun yondan nariroqdan o'tib ketdi. Ikkinchi o'zgarish ham bormidi bizda? Ikkinchisi ahamiyat bering. O'yin tugadi Keto Kumashiro uchun. Hujumda o'ynagan futbolchilardan biri Shokirov yo'nalishni o'zgartirdi. Maydon ikkinchi taym boshida faollik bor edi terma jamoamizda. Noqulayliklar yuzaga keltiradi-da. Qanday vaziyat bo'ldi hozir darvozamiz oldida. Yana bir vaziyat darvozamiz oldida. So'nggi daqiqalar
Xo'sh, bu yerda ofsayd yo'q. Men ofsayd bormidi degan taxmin ham bor edi-yu. Lekin ofsayd yo'q. Hamda chinakam umidimiz bor. 0-1. 10 daqiqadan ko'proq vaqtimiz bor. Yuqoridan uzatilyapti. Bosh bilan zarba noaniq. 9-raqamdagi o'yinchi ichkariga kirib, himoyachini orqada qoldirib zarba bergani esa bu Shinkava. Mana bu foul emasmikin? Davom etadi o'yin. Darvozabon. Va bizda birdaniga ikkinchidan boshida 4 ta o'zgarish bo'ldi. Bu sezildi o'yinimizda. Hatto aytishni boshlagandik, endi hisobda ham sezilsin bu deb. Yana o'sha holat, yana endi yaponlarniki to'p. O'rtada to'p uzatildi. Menimcha ofsayd yo'q edi, lekin negadir hujumga o'tayotganda ham. Olisdan zarba. Chiqishimizni ham juda qiyinlashtirib yubordi shunaqa lahzalar. Bu o'yinga ta'sir o'tkazayotgan O'zbekiston olisdan berilgan zarba keltirishlari mumkin edi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, nazarimda bugungi bahsda biz ko'p jihatda raqibdan orqaroqda ekanligimiz ko'rindi. Himoyalanish, hujum tashkil etish, hujumdagi faollik bir-birini